pulinglarni ko'paytirib olishinglar mumkin bo'ladi. Demak, ushbu saytning silkasi videomiz pastda описаниеda hamda закрепленный kommentariyada bo'ladi do'stlar. Silka orqali o'tasizlar, sizlarni mana shu saytga olib o'tadi. Agarda ushbu saytda yangi foydalanuvchi bo'lsanglar, bu yerda ro'yxatdan o'tish tugmasini bosib, ushbu qatorlarni to'ldirib chiqib, oxirida men roziman deb galishga qo'yib, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosib, ro'yxatdan o'tishinglar mumkin bo'ladi. So'ngra pul ishlashini davom ettirsak ham bo'ladi. Agarda ushbu saytda o'zingizlarning akkauntinglar bo'lsa, bu yerda bor yo'g'i kirish tugmasini bosib, o'zingizlarning akkauntinglarga kirishinglar mumkin. Shundan boshlaymiz. 28% summa 10 ming bilan boshlaymiz demak. Xo'p, ketdik 3 marotaba. Mag'lubiyatni kutamiz yuqorida. Berdi srazu. Xo'p, dальше 1 2 3 yana berdi. 2 3 yana berdi. 1 2 3 mana bo'ldi mag'lubiyat. Endi 9% qo'yamiz dedi. Summani 2 barobarga ko'paytiramiz. Pastgina bosamiz. Srazu berdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Balansimiz 500 ming so'mdan 1 million 26 ming so'mga ko'paydi. Demak, xuddi shu tarzda sizlar ham o'ynashinglar mumkin bo'ladi. Ya'ni xohlasanglar mana shu taktikadan foydalanib ishlasanglar bo'ladi. Do'stlar, faqat men misol uchun 500 ming bilan kirdim. Sizlar kichikroq summa bilan kirib va mana bu yerda stavkada ham, summada ham salgina kichikroq summani qo'ysanglar bo'ladi. Kelinglar, hozir yana salgina o'ynab ko'ramiz do'stlar. Sxema o'xshayapti. 28 qo'yamiz dedi. 20 ming so'm bilan o'ynaymiz mayli. Yuqoriga 1, mana srazu berdi, ko'rishingiz mumkin. 1 2 3 bermadi. Demak, foiz 9 qo'yamiz dedi. 2 barobarga ko'paytiramiz summani 40 ming so'm bilan 1 2 3 4 5 6 7 mana 7-chisida berdi do'stlar, ko'rishingiz mumkin. 1 million 181 ming so'm bo'ldi. Yetadi do'stlar, men boshqa o'ynamoqchi emasman. Yetadi, juda ham yaxshi summa qilib oldik pulimizni. Endi pulimizni yechib olishga qo'ysak ham bo'ladi. Demak, bu yerda pul yechish tugmasini bosamiz. Hozir bu yerda mana qaranglar. Uzkart hamda Humo kartalarimizga yechib olsak bo'ladi. Men Uzkartga yechib olaman. Hozir karta raqamini yozaman-da, summani yozib qoldirib yechish tugmasini bosamiz. Xo'p do'stlar, mana barcha qatorlarni to'ldirib chiqdik. Karta raqamini ham yozdim. Summada 500 ming so'm yechib olaman. Nimaga desanglar, o'zim kiritgan pulni yechib olganman-da, qolgan pulni yana оборот qilib ko'paytirishga harakat qilaman va xudo xolasa keyingi videolarda ham sizlarga yangi taktikalarni ko'rsatishga harakat qilaman do'stlar. Demak, bu yerda yechish tugmasini bosamiz. To'lov muvaffaqiyatli yaratildi deb yozib qoldirilyapti do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Mana pastga o'tadigan bo'lsak, bu yerda уже zaявka turibdi do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Demak, hozir pullar menga yetib kelishi bilan yana video